bir bloger 3-sinf, 4-sinfda o'qiydigan bir bolaga savol beryapti-da. Uka, seni qahramoning kim desa, boyagi bola futbolga qiziqar ekan. O'zi hali yosh bola Messi deb javob berdi-da. Hozir shu 9-sinfda, 10-sinfda maktabda o'qiydigan bolalarga, umuman bitiruvchi bolalarga savol bersangiz ham shu javobni aytadi-da. Seni qahramoning kim desangiz, Messini, Ronaldoni, Habibni, Konorni aytadi-da. Aslida men o'sha boladan seni qahramoning kim deb savol berganda, viqor bilan shunaqangi bir chiroyli kayfiyatda, bor ovozda faxr bilan dadam deyishini kutuvdim-da. Erkak kishi ko'chani odam bo'ladi-da. Shu uyda o'tiradigan ayollarga bitta gap, shu farzandingizdan kimdir seni qahramoning kim deb so'raganda, dadam deb javob beradigan qilib qo'ying-da. Faxr bilan dadam deb javob beradigan qilib qo'ying. Chunki u farzand bilmaydi-da, hali yosh bola. Otasi ular uchun qanchalik qiynalib pul topib kelayotganini, minglab odamlardan gap eshitib kelayotganini, musofirlarda qiynalib yurganini bilmaydi-da. Ayol shuni o'rgatib qo'yish kerak. Dadang biz uchun qiynalib kelyapti, dadang biz uchun qiynalib pul ishlab kelyapti, dadang bo'lmasa biz qiynalib qolardik. Seni qahramoning dadang bo'ladi deb o'rgatib qo'yish kerak-da. O'sha Messi, Ronaldo uyga 2 kilo kartoshka, 4 kilo piyoz olib kelmaydi-da. Bir mazang qochib, bir bloger 3-sinf, 4-sinfda o'qiydigan bir bolaga savol beryapti-da. Uka, seni qahramoning kim desa, boyagi bola